Atabekov. Sinalgan sifat. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Hammaga qishni oxirgi kun bilan tabriklayman. Ertaga xudo xolasa bahor kelyapti. Hammaning xonadoniga fayz baraka. Ilohim o'ylaymanki, bugungi oxirgi qish kunida shanbada mazza qilgan bir aziz mehmonlardan maza qilamiz xudo xolasa va ertaga xudo xolasa bir iliqlikni bahor kutib olamiz. Albatta, assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Kim bilan dasturni biroz kutib qoldingiz, tushunamiz, lekin mana shu kutganingizga yarasha bugungi efirni juda chiroyli, fayzli o'tkazamiz. Muhammadjon akam to'g'ri aytdilar. Xudo xolasa bugun qishning eng so'nggi kuni va nasib etsa bir necha soatdan so'ng birgalikda Kim bilan dasturida bahor faslini qarshi olamiz. Qadrli do'stlar, ketdik, boshladik. Serqirra ijodkor, ham xonanda, ham iste'dodli bastakor va kompozitor Bahodir Nizomov. Marhamat, keling Bahodir aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Keling, qo'linglar shu o'tgan. O'sha joyga. Marhamat, salomlasha olishingiz mumkin tomoshabinlar bilan. To'g'rida kamerani. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. Xursand bo'ldim. Kirib kelayotgan bahor ayyomi barcha yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Albatta, Bahodir sizchi? Aynan fasllar haqida. Fasllardan shu bahor, kuz. Bahor uyg'onasiz, kuzda dardli qo'shiqlar yozishni boshlaysiz. Uxlashga kirib ketamiz qishga. Ayiqqa o'xshab. Sizni ijodkorligingiz faslga bog'liqmi yoki? Bog'liq. Ta'sir qiladimi? Hozir sevishni boshladim. Qani bir chekadaman joy. Aniqroq. Mana shu joyda o'zi men Bahodirni tabriklashdan boshlamoqchi edim. O'zi gapni Bahodir yaqindagina oila qurdilar. Uylandilar. Baxtli bo'ling. Ijtimoiy tarmoqlarda ham shov-shuv bo'ldi. O'zlarini to'ylarida mazza qilib raqsga tushdilar. Bu hammani kayfiyatini ko'tardi, to'g'rimi? Ana. Mana bu aynan o'sha to'ydan olingan video. Bu nafaqat sizni, balki ko'rgan odamlarni ham kayfiyatini ko'taradi. Menimcha juda ko'pchilik berdi shu savolni, to'g'rimi? Instagramda, tarmoqlarda tarqadi. Shu endi to'polonchiroqman, u o'yin kulgini yaxshi ko'raman, shuning uchun yaxshi kun, baxtli to'yimda o'ynab bordim. Mazza qilib o'ynab. Qishda uylab bordingizmi? Yo'q, 2 hafta bo'ldi. 10 fevral kuni. O'zingiz to'yingizda o'ynamasa, kim to'yda o'ynaysiz? Odam to'yda o'ynash kerak. To'g'ri qilsiz. Men ham rosa o'ynaganman to'yda. To'g'ri qilgansiz. Eng muhimi baxtli bo'linglar. Rahmat kattakon ilon etganingiz kelsin. Albatta, keyingi safar dasturimizga balki kelin bilan kelarsiz. Xudo xolisa, yaqindan tanishtirib qo'yasiz. Balki tanishmasmisiz Bahodir? Yo'q. Diloram yaxshimisan? San'atdan emas-a, demak. Yo'q. Poliglot til bo'yicha 5 ta tilda gaplashadi, mukammal. Shunaqa. 6-siz? 6-si men. Meni tilim qo'shildi unga. Yaxshi. Baxtli bo'ling. Endi Bahodir sizni o'sha bastakor, kompozitor, xonanda sifatida xalqimiz juda ham yaxshi taniydi. Keling, hozir o'sha siz yozgan juda ko'p san'atkorlar bilan ishlagansiz. Eng o'sha mashhur, eng hit bo'lgan qo'shiqlarni yozishda sizning mehnatingiz katta ekanligini men bemalol baralla ayta olaman. Keling, o'sha qaysi qo'shiqlar ekanini muxlislarimizga bir bir-eslatamiz. Qisqa, maylimi? Xo'p. Yulduz Usmonova. Kechir Alloh duetimiz. Aytib bering deysiz hozir. Yo'q, hozir hayajonlanib qolaman. Men otini etib ketaveraman. Duet etganmiz. U payt 15-16 yosh edim. 2012-yil Mendek seva olasizmi albomlarida taqdim etganlar. Eng yosh duetdoshlari bo'lganman. Bundan faxrlanib, mana hozirgacha ijod qilib kelasiz. Boshqa yo'q, sizga yoshlar. Mavluda Asalxo'jayeva. Juda ko'p. Voy seni sevaman de ayt eshitay o'zingdan, zor yuragingman, o'zini unutgan. Eng ko'p qo'shiqlar soni. Munisa Rizayeva. Ko'p gapirib birovni, gunohlarin to'karkan odam o'zgartirib Ziyoda. Sevadi yorim meni, tunlari savol berib uxlatmay qo'yadi meni. Muzaffar Abdulaziz. Onam kasalman demang. Bitta onalar. Nilufar Usmonova. Qayt meni qiynar sensizlik. Lola Ahmedova. O'zimni erka desam, mendan ham erka ekan, sevgiga ishi tushmagan. Dilso'z. Yaxshiyam borsan, ham do'stu yorsan. Jasmin. Ota haqida Salam. Ashular nomi esimdan chiqib qoldi. Meni yorim, meni jonim. Firuza Jumaniyozova.
oxiriga jim sevishaylik. Jim Bizni sevishaylik. boshqacha. U Yulduz opa Turdiyeva. Yulduz Turdiyeva. Ha, ikkalovliginiki o'xshab ketadi. U ham sizni qilgan bo'lsa Ha, sevgimiz boshqacha. rosa hit bo'lgan qo'shiqlar. Dildora Niyozova. Yulduzingman. Yulduzingman. yozmagan artist fasllar bormi o'zi? Gulya Salxo'jayeva. Chaqirmay yoningga bormayman, ishqingda kuyib yonmayman. Muzaffar Abdazimov aytdimi? Ha, aytdingiz. Aytdimi, bo'ldi. Yo'q, Ay, u ro'yxat juda ham uzunda hozir. artist bormi? Yozmagan 2 soat efir tugab qoladi hozir. Menga o'zga yo'q hali endi. Erkin aka Yozamiz, xudo xohlasa. mana hamkorlik bo'lsa bo'ladi Erkin aka. Mana sizlar tufayli bugun tanishib ko'rishib qoldik, taniyman o'zi. Instagramda hozir ko'rsatgan videoni ko'rganda bittasi esimga tushib ketdi. Oho, o'ynadi deb. Hozir o'yna, keyin o'ynaysan. Hazır. Ya endi unaqa qo'rqitmang endi. Yo'q, lekin bitta narsa, Bahodirjon uylanish kerak baribir. Hammani boshida bordi. O'ylanish kerak emas, o'ylantirish kerak emas. Tavakkal yasharish kerak. O'zi o'ylantiradi. Endi hozir Bahodirjon chiroyli hit taronalarini sanab o'tdingiz, san'atkorlar uchun qilingan maxsus qo'shiq. Shu ichingizda bo'lmaydi, vaqt shuni o'zim aytib yuborsam zo'r bo'lib ketadi-yu degan narsa bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. O'zim zo'r tanilib ketaman-ku, hozir shuni aytsam degan narsa. Yo'q. Pul o'lsin ha. Qizg'anchu masligim uchun bu talantni menga bergan Xudo deb o'ylayman-da. Ani bo'lmasam chiqmas edi bu Tayyor narsalar. qilib yozib keyin kimgadir berasizmi yoki masalan Nafisani ko'rib shunga shu qo'shiq tushadi Yo'q, tayyor qilib o'zim yozaman. O'zi yo'nalishli yo'q deb bilaman-da. Meni yo'limda nimadir yozib ber. Hammani yo'li bir xil. Почти estrada, milliy estrada, pop rock. Faqatgina ijrochi o'ziniki qilib ayta olsa, hamma yo'lni u o'ziga yangi yo'l bo'lishi mumkin deb bilaman-da. Yaxshi. Hozir to'xtang, Muhammadjon, uzr. Suhbat ko'payib ketib qolyapti. Qo'shiq o'taylik. Men hozir eng qiziqtirgan narsa hit qo'shiqlar qilib bergan ekansiz. Menimcha xalqimizdan, tomoshabinlarimizdan savol tug'ilyapti. O'zi aytgan qo'shiqlar qanaqa ekan? aytgan ekan. Keling. Yo'q, bu savol emas. Bu aytib berasiz endi, bu savol emas. Mikrofonni olasiz. Qo'shiq aytamiz. Keling, marhamat. Tayyor turib. Hali hit darajasiga chiqmadi-ku. Harakat qilamiz. Ko'nglimizda bittasi bor, uni o'ylab tunim bedor. Xayolimda yuradi u, shuda meni qilgan bemor. So'zlagan har so'zimda u, sevmoq shunday huzurda bu. Sevgisiga yetsin-da, sevgan yuraklar meni deb urar. Faqat u seni so'rar, qop-qora ko'zchalari dardimga darmon bo'lar. Yuragim sen deb urar, faqat u seni so'rar, qop-qora ko'zchalari dardimga darmon bo'lar. Hasratim ko'p-ko'pda savol, seni o'ylab band bu xayol. Sevasanmi javobing ayt, jonim kelmas agar malol. So'zlagan har so'zimda u, sevmoq shunday huzurda bu. Sevgisiga yetsin-da, sevgan yuraklar meni deb urar. Faqat u seni so'rar, qop-qora ko'zchalari dardimga darmon bo'lar. Yuragim sen deb urar, faqat u seni so'rar, qop-qora ko'zchalari dardimga darmon bo'lar. Yuragim sen deb urar, faqat u seni so'rar, qop-qora ko'zchalari dardimga darmon bo'lar. Yuragim sen deb urar, faqat u seni so'rar, qop-qora ko'zchalari dardimga darmon bo'lar. Молодец,
yaxshi. Tayyor gruppa bo'ldi, hozir bildinglarmi? Solistimiz orqada Trio. ikkita raqqosa, trio bo'lib turdi bundan qilib. ya'ni kimga aytilgan? Kimga? Bu kelinga atalgan qo'shiq. To'ppa to'g'ri topdingiz. Topdimmi? Ana, Erkin aka gap. Nega deng? So'zini e'tibor qiling. Siz yashab bo'lmaydi, sen keraksan. Hammasini aytyapti-da, значит, bu to'ydan oldin surpriz qilgan. Kechir Diloram deb qo'yamiz. Nimaga desangiz, eski ashulalarni ham senga yozdim desam siqilib qolyapti-da. Bu eski ashula edi o'zi. 1 yil oldin chiqqanida. Baribir ham sen uchun. Topdimmi? Topdingiz. Oho, yuragingizdan qattiq joygan ekanlar. Albatta. Baxtingiz ko'rsa emasinglar. Goh sevgida osmonda yurdim, ba'zan ostona bo'ldim, unga yuragim berdim, sevdim yomon. Ah Majnundek devona bo'ldim, goh tirilib gohda o'ldim, olovsiz ba'zida yondim, qoldim omon. Sen ishqmisan, jazomisan, balomisan? Sen o'tmisan, olovmisan, havomisan? Aytakmisan, davomisan, navomisan? Oh hayronman, nima deyishni bilmayapman. Chin sevgini qurboni bo'ldim, goh uchdim, gohida qo'ndim, bir umr borimni berdim, beryapman hamon. Goh Majnundek devona bo'ldim, goh tirilib gohida o'ldim, olovsiz ba'zida yondim, qoldim omon. Sen ishqmisan, jazomisan, balomisan? Sen o'tmisan, olovmisan, havomisan? Aytakmisan, davomisan, navomisan? Oh hayronman, nima deyishni bilmayapman. Sen ishqmisan, jazomisan, balomisan? Ay dardmisan, davomisan, navomisan? Rahmat, salomat bo'ling. Qoyil. Barcha biladida aranjировщик o'zi aranjировщик qiladi-ya. Ha, orqalab. Lekin Bahodir, sizga mazza bo'lsa kerak-a? Hammasi o'zingiz yozasiz, o'zingiz aranjirovka qilasiz, o'zingiz ijro qilasiz. Hech kimga qism bermaysiz, hammasi Yo'q, adashdingiz. Beraman. Berasizmi? Nega bermayman? Sozandalar, qo'shuvda sozandalar ishlashadi. Ovoz chiska qiladiganlar bor, svideniya degan narsa bor. Katta komanda Uni komanda ishlaydi. odam ishlaydi u bitta qo'shiqda. Albatta. So'zi ham o'zingizniki. So'zi o'zimniki, basta o'zimniki, aranjirovka Umid Obidov do'stimniki, turk sozandalar ishlashgan bu qo'shuvda. Shu ko'pchilik ishlagan, svideniya, ovoz tozalash, ha. Bahodir bir gap aytaymi? Men Bahodirni hozir ikkita ashlashdan eshitdim-da. Tasavvur sezib qo'ydim, aytaymi? Ayting. Hindlar bor, diski deydi. Hind tablalari, hind naylari, quvozaygan bilib qo'ydim. Boyaginda ham soundlarda bor. Bunda ham chiroyli ishlatgan. Tagida looplar, tablalar, anav hindlarning anaqasi bor, tablalar. Uradigan. Sozandalar chalishgan. To'g'rimi, noto'g'ri? To'g'ri aytyapsiz, to'g'ri. Bora hindlarning boshqacha baribir.
yurakka tegadigan. San'atda u haqiqiy san'at. yo'q Albatta. yaxshi ko'rar ekanda ko'rsatsa bo'ladi. Yaxshilar Bahodir aka. Navbat sizga. Gala konsert Bu yog'i, davom gala etadi. konsert bu yog'i. O'ynanglar, kulinglar, mazza qilinglar. Lablaringdan bo'salar olay, ijozat ber yoningda qolay, bir umrga sen bilan bo'lay, eshigingni yop o'zga kirmasin, kerakmas sevgimizni hech kim bilmasin, ko'ngilga yoqish oson emasda, ilitding ko'nglimni har nafasda, sevib qoldim seni qara bilmasdan, men uchun yaralgan bir dona gulsan, baxtga olib borar mazmunli yo'lsan, jonim jonim mana sababsiz sevdim seni, kelganmisan ko'nglimni topgani, jonim jonim mana sababsiz sevdim seni, kelganmisan ko'nglimni topgani. Har so'zingda o'zgacha ma'no, sen bilan bo'lsam o'zing bir davo, keraksan xuddi suv bilan havo, ko'nglingga mendan boshqa kirmasin, kerakmas sevgimizni hech kim bilmasin, ko'ngilga yoqish oson emasda, ilitding ko'nglimni har nafasda, sevib qoldim seni qara bilmasdan, men uchun yaralgan bir dona gulsan, baxtga olib borar mazmunli yo'lsan, jonim jonim mana sababsiz sevdim seni, kelganmisan ko'nglimni topgani, jonim jonim mana sababsiz sevdim seni, kelganmisan ko'nglimni topgani. Nima ham qilardim sog'inmay bo'lmas, sendan ayrodurman og'rinmay bo'lmas, bu yurak umidning ortidan qolmas, lekin hamon sog'inmayapsan, kutaman kutaman yana yana kutaman, qalbimni hijronga majbur bo'lib otaman, sog'inchning o'ylarida neta yuragim qoldi, sen esa sog'inmayapsan, men kabi sevmading sevmading sevmading, yonimda qolmading qolmading qololmading, qo'lingdan kelsa ham mehringni berolmading, ishonib xato qildim senga men yo'q, men kabi sevmading sevmading sevmading, yonimda qolmading qolmading qololmading, qo'lingdan kelsa ham mehringni berolmading, ishonib xato qildim senga men yo'q.
deyganding men uchun ko'nglingni ham berganding har kunimda yonimda bo'lganding endi sog'indim sog'inmayapsan kutaman kutaman yana kutaman qalbimni hijronga majbur bo'lib botaman sog'inchning o'ylarida neta yuragim qoldi sen esa sog'inmayapsan men kabi sevmading sevmading yonimda qolmading qololmading qo'lingdan kelsa ham mehringni berolmading ishonib xato qildim senga men yo'q men kabi sevmading yonimda qolmading qololmading qo'lingdan kelsa ham mehringni berolmading ishonib xato qildim senga men yo'q Bravo. Bravo. Rahmat. Ijroga gap bo'lishi mumkin. Ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda tobora o'sha ko'riklar soni oshib borayotgan qo'shiqlar, ayniqsa birinchisi adashmasam. Qancha bo'ldi? Hech kuzatdingizmi? Nechta bo'lganini? Milliondan oshdi. Milliondan oshdi. Bundan oldingisi ham So'zlari ham, bular so'zlari ham siznikimi yo? o'zimniki. Siz o'zi yozasizmi deyman, Ha, she'r yozaman, musiqa Boshdan bastalayman. Muhammadjon aka Ekan deydi-ku. shu ko'rsatuvda boshdan oxirigacha qatnashyapsizmi? Aytdi-ku boshda. Shu Yo'q, yerda mana shu